Tağırtaq to'rining xabarda bildirishicha, 13 mart atalmış Uyg'ur avtonom rayonining 2023 yillik nuqtaliq tur qurilishlarining tizimligi e'lon qilingan bo'lib, bu yil jami 400 nuqtaliq tur o'rinlashtirilgan. Umumiy selinmasi 2 trillion 700 milliard yuan bo'lib, 300 million yuandan ko'proq mablag' selishni tamomlashni planlagan. Atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti tur qurilishi boshqarmasining muavin boshqarma boshlig'i Jang Yungliang bu yillik Sharq Turkistonni xitoylashtirish planini tonishtirib, 2023 yili davomli quriladigan nuqtaliq tur 170, yangidan quriladigan tur 90, zapas nuqtaliq tur 140 ekanligini bildirgan. Xitoy Kommunist doiralari xalqaro jamoat fikri va besimga qaramasdan Xitoy Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va sistemalik assimilyatsiya siyosatini davomlashtirmoqda. Lager shoidi Zumrat Davudning shaxsiy ijtimoiy aloqa hisobida ham bakirlangan sin ko'rinishida Sharq Turkistonning ma'lum rayonida yashaydigan bir Uyg'ur qizning bir Xitoy bilan to'y qilishga majbur bo'lganligi ifodalangan. Uyg'ur madaniyati va urf-odatlariga xilof holda butunlay Xitoycha an'anaviy kiyim-kechaklari va murosim qoidalari bo'yicha kiyingan Uyg'ur qizining chorasiz qarashlari, to'yning soqchilarning nazorati ostida ilib berilishi bu Uyg'ur oilaning qanchalik besim ostida ekanligini aks ettirgan. Undan boshqa Xitoy Uyg'ur qizga haraq ishkizishga uringanda qizning opasining 2 stakan choy elib sahnaga chiqishi diqqatni tortdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin zo'mgarlikni tashabbus qiladigan va dunyoning inoqligini buzadigan ba'zi davlatlarga o'xshamaydigan holda Rossiya bilan Xitoyning murini tirab o'rtaq tahdidga qarshi turadiganligini aytdi. Kreml sarayining bayonotiga qaraganda Putin Xitoy prezidenti Xi Jinpingning Moskva ziyaratidan ilgari Xitoydagi donliq gazetlarning biri va Xitoy kompartiyasining nashriyat organi bo'lgan Xalq gazetida maqola e'lon qilgan. Putin maqolasida Rossiya Xitoy hamkorligining o'zaro ishonish, bir-birining egalik huquqi va manfaatiga hurmat qilish ustida qurilganligini ta'kidlab, Xi Jinping bilan ko'rishishning ikki taraflik hamkorlikqa yangi va kuchli harakatlantirgich kuch ato qiladiganligidan gumonlanmaydiganligini o'tirg'a qo'ygan. O'rta Afrika Cumhuriyatining Bambari shahridagi bir oltin koniga qilingan qurolli guruhining hujumida 9 Xitoy o'lgan. Davlat taratqullarining xabariga qaraganda, poytaxt Bangkoyning sharq-shimoliga 400 km keladigan Bambari shahrining Chingbolo yezisidagi Xitoy oltin qirg'oq guruhi shirkatiga tava kon rayoni noma'lum qurolli kishilarning hujumiga uchragan. Xitoyning davlat ig'dorchiligidagi tosh shirkati COSCO Misrning ayni so'qdagi Qizil dengiz porti tijoratining 25% payga ega bo'lgan. Seyshin to'rining xabariga qaraganda, COSCO shirkati 375 million dollar bilan ayni so'qda yangi konteyner terminalining 25% payini 30 yillik setib olgan.